Assalomu alaykum oliyjanoblar kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga, ya'ni noyabr oyiga yangi umra narxlarini e'tiborlarga havola etamiz. Albatta, videomiz boshidan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka va opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni Qahramon akamiz o'zlaridan batafsil ma'lumotlarni olib, siz obunachilarimizga yetkazishga harakat qilamiz. Qahramon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom, keling. Charchamayapsizmi ishlardan? Rahmat. Qahramon aka, rahmat. Hozirgi kunda noyabr oyiga qaysi sanalarimizga, ya'ni qabullarimiz boshlangan, ya'ni Toshkent, Farg'ona va Namangan yo'nalishlari bo'yicha qaysi sanalarimizga joylarimiz bor? Shular haqida ma'lumotlarni videomizni boshlasak. Xo'p, bizda noyabr oyida o'zi reyslarimiz to'lishni boshladi. Oyni boshlar 8-dan reysimiz bor. Farg'ona vodiydan 8-da 9-da bor. Farg'ona Madina reysimiz. 15-noyabrda bor. Farg'ona Madina reysimiz. Haftada bir kun Namangandan bo'ladi. Toshkentdan kunora reyslarimiz bor. Ya'ni hozir mana shu aytib o'tib ketilgan sanalarga qabullar davom etmoqda. Haftada bir kunda Namangandan reyslarimiz ham bor. Xuddi shunday. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham umra ziyoratiga ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylaringizni bron qilishlaring mumkin. Xo'p, Qahramon aka, safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Shular haqida ma'lumot bersangiz. Xo'p, safarimiz 14 kun bo'ladi. 3 kun Madinada bo'ladi, 11 kun Makkada bo'linadi. Madinada 2 mahal milliy taomlar beriladi. O'zimiz akalarimiz tayyorlaydi, O'zbekistondan borgan. Makkada esa 3 mahal beriladi ovqatimiz. Gastnitsa oralig'larimiz Madinada 150-200 metr, Makkatillohda esa 1,5-2 kilometr oralig'ida. Avtobuslarimiz bo'ladi, 24 soat mobaynida faoliyat olib boradi. Xudo xolasa, demak 24 soat mobaynida avtobuslarimiz bor va bundan tashqari piyoda borib kelish imkoniyatlari ham bormi? Bor, piyoda borib kelsa ham bemalol bo'laveradi. Demak, bemalol piyoda ham ibodatga borib kelishlari mumkin. Xuddi shunday. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa tavsiya beraman, Centrum Holidays bu siz uchun yagona tanlov bo'ladi. Sababi ishonchli va garantiyali tur firma, rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidaysning ofisida biz, ya'ni Marg'ilon stansiyada biz bemalol kelib ham to'liq ma'lumotlarni olishlari mumkin. Xo'p, Qahramon aka, yana bir narsa, hozirgi kunda ko'pchilik obunachilarimiz tomonidan, misol yosh katta insonlar bo'ladi, ya'ni oyog'ida yura olmaydi, misolcha yurib charchab qoladi. Shularga arvacha masalalari qanday bo'ladi? Shularni ham bir qator tushuntirib o'tib ketsak. Xo'p, yosh katta yurishga qiynaladigan insonlarga gastnitsalarimizni, kalaskalarimiz bor, bemalol olib foydalanishlari mumkin. Bundan tashqari bu yerda o'zlariniki bo'lsa, olishsa ham bo'ladimi? Bemalol olishsa yaxshi, o'zlari qiynalishmaydi. Bu yerdan ham aeroport ichida ham yetalagani oson, qulay. Demak, u yerga borgandan keyin ham arvachalarimiz bepul. Bepul tarzda. Bepul tarzda foydalanishlari mumkin 14 kun mobaynida. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring ko'rdilaring va bundan tashqari hozirgi kunda Qahramon aka 14 kun safar mobaynida sayohat va ziyorat va ibodatlarimiz qayerlarga olib chiqiladi? Shularni ham bir qator aytib o'tib ketsangiz. Xo'p, 14 kun mobaynida 50 boshlarimiz tomonidan sayohatlarimiz bor. Qizil dengizga, Qur'on zavodiga, Xurmo bog'iga, Arafat tog'iga olib chiqishadi 50 boshlarimiz tomonidan. Demak, bundan tashqari o'sha boshqa ekskursiyalar hammasi bo'ladi. Hammasi bor. Keyin yana bir narsa, kechagi videolarda aytib o'tib ketdingiz, Toyib shahriga ham sayohatlar yo'lga qo'yilgan. Ya'ni bir martasiga 2 marta umra qilish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni bir marta borasiz, bir marta to'lov ichida 2 marta umra qilish imkoniyati bor. Ya'ni Toyib shahriga ham sayohatlar yo'lga qo'yilgan. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda qiziqqan bo'lsangiz like bosing, obuna bo'ling, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Do'stlar, Xudo xolasa, endi hozirgi kunda Qahramon aka eng kulminatsion jarayon narxida bo'ladi. Narxi qanday bo'ladi? Misol hozirgi kunda vodiydan va Toshkent yo'nalishlari bo'yicha necha pul belgilandi? Xo'p, vodiydan, Namangan, Farg'onadan $1,050 qilib belgiladik. Toshkentdan $1,000. Agar oliyjanoblarni ko'rib telefon qilyapsiz desa, chegirma qilib beramiz. Yana chegirmalar bo'ladi, Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring eshitdilaring, vodiydan Farg'ona va Namangan yo'nalishlari bo'yicha $1,050 dan va Toshkent yo'nalishi bo'yicha $1,000 dan to'g'ridan to'g'ri reyslarda amalga oshirish mumkin.
hech qanday peresadkalar bo'lmaydi. Yo'q, to'g'ridan prime to'g'ri reyslarimiz bo'ladi. tushundik. Xo'p, to'lovlarimiz qanday amalga oshirishadi aka? Shuni ham Xo'p, bir to'lovlarni qator bizga qo'ng'iroq qilishadi. Biz bank orqali to'lasa ham bo'laveradi. Shot raqam beramiz. Bizga ofisimizga yaqinroq joylarda bo'lsa, bemalol ofisga kelib to'lov qilsa bo'laveradi. Ha, demak, mana shu yerda ham rasmiy kassalar bor, Bor, xudo shunday. xolasa. To'lovlar bemalol amalga oshirishlari mumkin. Shu bankka borishadi, shot raqamni aytishadi. Zagram pasportlari bilan shu to'langan kvitansiyalarni tashlab berishsa, o'zlarini bron qilinishi ham bo'ladi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, biz qo'limizdan kelganicha siz obunachilarimizga ma'lumot berishga harakat qildik. Videomizda xato va kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa like bosib va obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Olijanoblar kanalidan aslo yiroqlashmang. Qahramon aka, rahmat sizga ham. Mana shunday chegirmali narxlarda obunachilarimizni xursand qilishdan to'xtamang. Rahmat hammaga.